Dostlar şu komünizm yolu da baytıladi. Şundan doğru barsanızlar Kaldırgaç kafe joylashgan chap qo'lda kafedan o'tgandan keyin o'ng tomonga ketgan bir ko'cha bor. Shu yerda hovli joy do'stlar. 7-xonadon. Oltinkum shaharchasi. Kommunizm yo'li asosiydan bu. Keyin bu tarafdan kelsangizda, bunda yengil sanoat kolleji bor. Azarasdan kelaverishda chap qo'lda. Azarasdan kelaverasizlar, chap tomon aylansangiz doğru kelasizlar. Bunda paxta zavod joylashgan. Bog'ot paxta tozalash. Do'stlar, orientir. Bu tarafdan kelsangiz, Huma kafedan kelaverasizlar. Sentrda. Bunda ham metan joylashgan do'stlar. Shundan doğru ketsangiz, mazanni to'shning topib borasizlar do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisiz, kayfiyatlar zo'rmi? Bugun Bog'ot markazida hovli joy sotiladi. Oltinkum shaharchasi deb aytiladi. Gulobod 7-xonadon. Manzil tushuntirib bersak, bunda chapga qarab ketsangiz, Kaldırgaç kafe bor. Sentrdan kelaverish, Kaldırgaç kafeda o'tgandan keyin o'ngga burilasizlar. Ko'cha bor. Keyin bu tarafda Fayz to'yxona bor. Shu yerda orientir etib kelaverasizlar do'stlar. Gaz svetda muammo yo'q, hammasi bor do'stlar. Hozir ichki holatini obzor qilib o'tishga harakat qilamiz. Temir eshiklar qo'yilgan yana. Shu yerda kirgan yerimizda dalon joylashgan. Mana shunday dalon yetgan. 4 xona, 5 xona bu. Bunda rakovina kafeler urilgan, cho'tkadi. Wi-Fi'lar chiqib turibdi yana. Kirgan yerda yana mehmonxona joylashgan. Razmeri shu 3-6 metr. Bu yerda jihozlar hammasi olib ketiladi. Bo'lgani ishi durishi sotiladi. Jihozlar olib ketiladi do'stlar. Bu birinchi xonamiz. Bu dalonimiz do'stlar. Kotyol bor. Yana başta ikkinchi xonamiz. Yana shu 3-5 mi 6 bor razmeri. İçinde cihazlar bitiladi do'stlar. Bu fotolog qismi. Aboylar urilgan do'stlar yana. Yaxshi qiyinlar, sifatli qiyinlar, ajoyibini urilgan. Chiroyli qilib. Bu yanda 3-xonamiz. Rasul eshiklardan qo'yilgan eng sifatli eshiklardan. Sifatine gap yo'q. Bu ham bir mehmonxona qilib turibdi, ajoyib qilib konditsionerda o'tgan. Fotolog qismi. Yo'l tarafa qaragan derazasi. Bunda отоплениyalarni is solib turibdi. Keyin 3-xonamiz. Bu yanda ham yaxshi eshiklar, shu ham yana bir xil eshiklar qo'yilgan do'stlar. Sifatli. Bu yerda kichkina xona ekan bu, детский xona. 3 metr 4 bor bu. 3-4 razmeri. Bu ham yana aboylar urilgan. Yaxshi sifatli aboylarda urilgan. Yaqinda remont bo'lgan edi bu do'stlar. Bu yerda esa kotyol joylashgan. Mana kotyol.
Bu tarafda esa kuxnyamiz joylashgan. Mana bu kuxnya. Gazdan muammo yo'q do'stlar meni. Mana gaz kelib turibdi. Bu yoqda bani joylashgan. Bani xona. Kiravashdan beri kir mashin turibdi. Bu yerda Ariston kafelar urilgan, mera cho'tka qilib, ishga aqua eshik. Bu ham otobdan o'zib turibdi, issiqni olib turadi bu. Bu yerda razmer ham kattagina ekan. Plastik urilgan patologga. Bu tarafdan chiqsak, bog' tarafiga chiqiladi do'stlar. Bu yoqda bog' qismi. Bu yoqqa meni temir eshikka qo'yilgan bu yoqdan bog' qismini. Bu yerda novis olib turibdi. Bu yoqda meni bir yozg'i bir o'tiradigan yer. Ajoyib qilib tuzib qo'yibdilar. Bunda yana aqua qistirib qo'yibdilar, aqua. Bu ham ajoyib kengina ekan lekin. Gap yo'q. Bir eshigi bor, eshik qo'yilib beriladi do'stlar. Bu bog' qismi. Yana rishotkalar qo'yilgan yana ajoyib qilib. Bunda yana bog' yana. Mevachilar neredeyse zo'r bog' bo'ladi bu. Общий yer maydoni 4 sodik, 4 sodikdan ziyodroq. Hamma hujjatlari bor do'stlar. Bu tarafini garaj qismi. Bu yerga meni temir eshiklar qo'yilgan. Yaxshisidan sifatidan temir eshiklar qo'yilgan do'stlar. Zamoqlar ham yaxshisidan aynan. Yo'q. Bu garaj qismi. Bu yerga meni atabeni tushib turibdi do'stlar. Bir xonani derazasi bu tomonga qaragan. Bu garajda razmeri ham 3'e 10 metrmi, 12 metr bor razmeri. Taxmin aytib o'tamiz. Telefonlashib, kelib ko'rib, razmerlarni bilib, hamma yerni holatini o'rganib chiqib, ustida kelishaverasizlar do'stlar. Bu tarafda o'chirchilar turibdi, vodoprovod kelib turibdi. Bu yoqda temir darvoza qo'yilgan ajoyibonlar. Bu yo'l tarafi do'stlar. Yine temir darvozalar qo'yilib turibdi, ajoyib bo'ldi. Temir darvoza qo'yilgan. Zo'rinlar. Derajalari, rushotkalar o'rnatilgan do'stlar. Konditsioner o'tgan. Rushotkalar qo'yilgan beyalar. Shura aldina naves qilingan. Chegarasi shu garajdan ko'rinib turibdi o'zi, ma'lum bo'lib, sho'rachadan chegara. Pulini keladigan bo'lsak do'stlar, $60,000 qaytib gelishtirib ustida savdolashib olaverasizlar do'stlar. Ekranda telefon raqamlari qo'yib o'tamiz. Gelib savdolashib ustida olaverasizlar. Yana bir marta orientirdi aytib o'tamiz manzilni. Sentrdan kelaverish, paxta zavodi yonidan metandan o'tgandan keyin Qaldirg'ach kafe chiqadi. Namunali joylar ham bor shu yerda. Qaldirg'ach kafedan o'tgandan keyin o'ngga burilasizlar. Shu yerda 7-xonadan. Bu yerda hamma biladi. Bu yoqqa mana ko'chayni. Ajoyib. Mestasi zo'r yerda joylashgan do'stlar.
Asa ekranda telefon raqamlarini qo'yib o'tamiz. Telefonlashib, mazmunini so'rab kelaverasizlar. Ustida savdolashib, bemalol olaverasizlar do'stlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Albatta, reklama xizmati bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Qo'ldan kelgancha reklama qilib beramiz do'stlar.